5. qism. ishxonaga kirsam, mudir bir tutam qog'ozga dum tushib, material ko'rib o'tiribdi ekan. Meni ko'rib, piyoz kallasini lekkada ko'tarib, ko'zoynigini oldi. Ondan "Gaping bormi?" degandek ko'zimga tikilib qarab turdi. Asli o yangi keldi oxun bilan bizning muallimning eliqini ishxonada o'g'irlikchi to'p tepgan ishini davitib, dadimni bir aqla olay degan. Lekin bu ishni qandoq deyishni bilmay duduqlab turib ketdim. Qandoq boshlasam bo'la? Zodi deymi, demaymi? Desam, gapni nereden boshlayman? Agar demisam, allaqachon kirib bo'lgan ishxonadan qandoq chiqib ketaman? Men yiqiqtab, yig'lab gap qilolmagan seri mudir ko'zimga qarab barqirab turaverdi. Mudir qarab turavergan seri teximi gap qilolmay xitildab qoldim. Abdimga qarab ishchi og'irdimi mudirning. Oxiri eg'anglab keldi oldimga. Piyoz kallasini do'ng'aytib, yenimda zo'ngsaydi. Oy, neymiş bo'ldi balam? Yig'lamayda. Nemiga buncha yig'lab tugishib ketding? Ha? Muallim meni urdi. Neymiş qurdi? Urg'udek neymiş qilganding sen? Mudir to'limi mehribonlik bilan qo'limni tutib turib shu gapni so'raganda, yolg'on aytish planim bechit bo'lib ketib, rost gapni davatdim. Topshiriq de. To'liq ishimamsan deb urdi. Rost to'liq ishlamaganmisan? Tönögül tavşuk yaptığımını işinip de unutib qolibdiganman. Şunun bilan ishlayamigan. Ertaga kelsam ishga ichilmabdikan. Ishga ichilibla dars boshlanib ketdi. Shunga ishlab bo'lolmadim. Bundaq ishmidi? Ko'nglini yerim qilma. Xonimning urg'ini to'g'ri bo'lmabdi. Lekin neymiş bo'lganligini tushundirmadingmi? Tushundirgilib qo'ymaydi. So'rgan boshda. Gap qilay deb bo'lchi. Urdi shu. Mana endi azroq yolg'onni aytib oldim. Lekin mushundoq demisam, muallimning to'g'ri bo'lib ketadigan chiroy turadi. Mudir menga xeyli uzun tasalli berib, muallimga mo gap qildiganligini, buningdan keyin topshiriqni to'liq ishlab, o'rganishni yaxshi qilib, imtihonda yaxshi natija olsamla, muallimning meni urishiga qat'iy yo'l qo'ymaydiganligini aytib va'da berdi. Menmo mudirning gaplaridan ilhomlanib, ko'nglimda texmo tirishib o'qishni o'zimga ahd qildim. Mudir mening qo'limdan yetilab sinfga ep chiqdi va meni joyimga berib o'ltirishga buyurib, bizning muallimni keyindan chiqishga chaqirib qo'yib, sinfdan chiqib ketdi. Muallim menga qarab, "Adam o'lgidek birini olaydi-da", qo'lidagi kitobni yuzimga tashlaganchilik qilib, munbarga joqqida qo'yib, to'lg'ab dastlab mudirning keyindan chiqib ketdi. Shunday qilib, eliqi ishni davitishni qancha tez o'ylagan bo'lsam, ya'ni shuncha tez yig'ishtirib qo'yib, o ishni ichimga yutib o'tayverishni qaror qildim. Piyozbosh mudirning muallimga nima deganligini bilmadim. Ish qilib shu kundan boshlab muallim meni urmadi. Ammo urmag'ini bilan o'shmanligiga yana bir qavat o'shmanlik qo'shilganini bayqab qoldim. Nahati ko'zi sat olib, ko'zning qorisi kayniga o'tib ketgili tasli qiladi. Yana texi to'xtamay ishga buyurib, dars vaqtida mendilli savol so'rab, javob beralsam g'ing yo'q. Javob berolmasam,
jaddi jamiyatimga qo'shib tillab post qaytayotgan bo'lib qoldi. Qaraganda mudirning gaplari xonimning urdigan yerini tormozlab qo'ygani bilan tillaydigan yeriga kar qilmagandek turadi. Amal yo'q. Hech nima qilolmadim. Kunda bir qitimdek tillavamasa, kuni o'tmaydigan bo'lib qolgan muallimning qalbini tushunmasammi bo'lmaydi. Lekin shundoq chaqlarda eliqi ishni mudirga deb bu saranqetish xonimni toza rasvo qilib etmaganimga afsuslanib qoldim. Azroq vaqtdan keyin muallim heliqi suydik puraydigan tizini maktabga yana akildigan bo'lib qoldi. Men shumigini o'ynab baqqanda tex tamtilab menishni o'rganayotgan shumidi bu. Bir yilning yoqi cho'ng bo'lib, oldida qarsam, kaynimdan yugurib qo'g'lig'idek bo'pti. Muallim menga qabih o'sh emasmi? Bilisizlar. Shuning bilan bu balani yana menga baqtirg'ili turdi. Tex har qitim adabiyot darsi bor soatda boshimni men qo'ltiqiltib qo'yib, talada baq deb chiqarib yetadi. Men boshqa darslarga bak xo'shim bo'lmagani bilan, mushu adabiyot darsiga ishqim bor edi. Buni biletida u ichquta muallim shunga qasdama bilan qiyishqin edi. Bir kuni yana shu tozda menga ko'tirtib talaga chiqarib etdi. Ko'nglim yerim bo'lgan holda tozchaqni tantarbiya maydoniga olib chiqib, kangri maydonga qo'yib berdi. Maydonning bir chetida bolalar o'ynaydigan serilmoq, lingirtaq, ilangish bor edi. Tozchaq shu narsaga esilib o'ynag'il turdi. Men uning o'ynashlariga qarg'ash, ilangish uchvatdim. Bir kamda tozchaq quchog'imga yomishib, ilangishga esildi. Bo'pti, bir o'yintib qo'yaychi buni deb o'ylab, o'rnimdan turib, ilangishga uni o'ltirg'izdim. Andin birni, ikkini, uchni ittirib, uni uchirishga boshladim. Tozchaq yomon xushal o'yindi. Har bir ittirsam viliqlab kulib, qiniqiniga patmay qolgan shumtakning kulkisi chiroyli o'nglab, kulgan seri qattiq ittirgan seri ilangish yuqori o'rlab, seri bu teg'imi viliqlab kulib o'ynayotdi. Qandoq bo'ldi ish qilib, oxir qitim kuchab bir ittirishim bilanla tozchaq uchib ketib qolgan yerda ilangishning o'rindig'idan ko'tarilib ving'idi qig'inicha biroqli necha metr neriga uchdi. Uchib berib go'ssida tushgan bola shu yerda yig'lab teliqib ketdi. Nemish bo'lganini onqirib bo'g'icha cho'qim g'irsida qilib ketdi. Yugurib berib tozchaqni yurisam, eg'iz burni g'iqqidi qon eliqinan. Eliqi shum eriqning tosh tiziq girvigiga dum tushib, amtilardan chiqilib turgan ikki tal tish sulib ketgan gap. Beshidagi shapkisini elib, eg'izdagi qonni sursam, sulg'an tishi shapkiga chiqdi. Ko'rib qo'rqib ketdim. Tozdagi yig'layotdi qiyqirab. Shundoq tursam, bizning sinf tarafdan muallimning ovozi keldi. Voy, nim bo'ldi? Yig'latmay baqsang bo'lmamdi. Shaqqida qarsam, bizning muallim qapoq nashpitlarini lekilditib, oldirab biz tarafga kelgil turibdi. Shu an cho'qamdan purridi tar qo'yildi. Muallimning pilimotdek chaqqan to'qpoqidan sesiq eg'izi sal turib ochig'i tuvidan tutganda avtomatik harakatga keladigan vitamin tastaklari menga 5 qo'ldek ayon edi. Bu yerda qarab turaverish degan gap, sal turib bo'lishiga tayoq yeyish degan gap bo'lib, uning qo'liga tushib qolsam, bugun tayoq yeyishi muqarrar edi. Qanchalik yeb ketishimni parazmi qilolmaydim. Chunki tozchaqning sunib ketgan ikki tal tishi, eg'izdan to'liq sarqiyotgan qip-qizil qonlar sal qarg'ili bo'ldigan ish emas edi. Muallim bilan orlig'imiz necha metr qolganda, shapkini yerga tashlabla udul darvoza sirtiga qochdim. U chaqlarda maktablarning darvozasiga hozirgidek qo'lib silib, necha qo'g'dug'ichi harbiy kiyim bilan o'ltirib kech kunduz qo'g'dimaydi. Kim kirsa kirib, kim chiqsa chiqadigan petida kunduzi har vaqt ochiq turadi. Men partda qichib darvozadan chiqdim-da, shu yugurgunimcha udul uyga berib to'xtadim. Asraq chinqilib ketganimni ko'rgan dadam qo'tonning oldidan kelibli peshonamni tutdi. Voy, nem bo'lding oy? It qo'g'ilgandek asrab. Maktabdan qo'yib bermaganda texa. Nima baldur kelib opsan qo'biga?
Dada, men muallim bolasini boq debdi. Beqvosam, o'shum ilangish uchib etib, yomonbek uchib ketdi. Shuning bilan eriqning qirig'i usib, tushib ketibdi-ku. Shuning bilan muallim uramdikin deb o'zim qechib yenib keldim shu. Yana bola boqqili soldima seni? Ey, o ma'luming bolani sana tepib, sana tug'ib beribdi-kanmi? Nimandaq ha desa, dars o'qib qo'ymay, senili bola boqtirgan xotin o. Shu emasmi dada? Boqmay desam tillaydi. Mayli boqay desam, o toz yiqilib tushdi. Sen bilmaysan dada, u muallim necha qetib urgan meni. Bolasining eg'iz burni qon qoldi shu topda. Qechib kelolmagan bo'lsam, kashki mening eg'iz burnim qon bo'lib kelib, o'zing berib aglatding maktabdan. Muallim, ilig'icha qo'g'lab kelib qolamik ketdi. Dadamning zodi qanday qildiganligini bilmaydim. Bir tarafdan maktabga bor deb haydaydigandekmi o'ylaydim. Muallimning meni bola boqqil sog'iniga xafa bo'lib ketgan tarafini o'ylasam, men tarafda turdigandekmi qiladi. Ish qilib bilinmay, ikki doim bo'lib tursam, dadam eg'iz ichib qoldi. Bo'pti. Kiraman uyga. Boshqa ish olgan bo'lsa, hozirning o'zida o'zim opirib, qo'li tutqizatdimi xotinning. Bu xotinmi faqat yaxshi qilmabdi. O'qilib bergan bolani o'qil qo'ymay, bola boqqilib buyurgandikin, qag'ir o'zining sho'ri. O'zi yig'ib kelmigacha maktabga bormamda. Ma, avval qo'sqinga bir narsa yavilib, ondan ochangning burni o'qigan kitoblarini tepib, darsingni pishiqdabdi. Bilmagining olsa, kashda ochang kelganda so'ra. Ma'qul dada. Bu gap menga yog'dek yoqdi. Men kirib, onam yengili yiqib qo'ygan issiq nondan bir qo'saq yevatgandan keyin ikkinchi ocham Xayrinisoning karvati ostiga tiqib qo'ygan qog'oz yashigini tortib chiqarib oqtirishga boshladim. O chaqda ocham to'liqsiz 2-yillikda o'qiydi. U bek tujubilik bo'lib, choshqindek narsa kerak yig'adigan xuyi bor edi. Hatto boshlang'ich maktabda o'qigan darslik kitoblarining qotlashib qolgan varaqlarini o'ngshab, ratlab, to'shib qolgan topshiriq daftarlarigacha pokiz yig'ib saqlaydi. Uning narsalari qochlangan qog'oz yashikni oqtirib etib, tuyuqsiz bir dona alyumin tomoq qachisiga ko'zim tushib qoldi. Nimbodi buning ichida degan qiziqish bilan qochini qo'limga elib, o'rib-cho'rib qarab ketdim. Silkib qarab boqsam, ichida bir narsaning yurishkiniga, lekin uncha eg'ir bo'lmaganiga qaraganda yengilroq bir narsa bo'lishi mumkin edi. Bir hazo hapilishib, to'limi taslikda qochining eg'izini ochsam, ichidan bir dona ayolchi soat, kichik bir dona qo'nchoq, yana nachparcha qatlangan varaqlar turadi. Eng ustidagi varaqni ichib o'qib boqsam, alomat hissiyotga to'lgan muhabbat qo'shiqlari ekan. Pochirkisi to'limi chiroyli birisining ko'ngil qo'yib yozgan bu qo'shiqlarining oxiriga Idris deb imzo qo'yilgan bo'lib, imzoning ostiga texi bir jup gulning rasmi qizil rangli qalamda sizib qo'yilgan edi. Qo'shiqni boshdan oxir o'qib chiqib, sal hayajonlanib qoldim. Mondaq narsalar bo'ldi ekan bu jahonda deb o'yladim-da, 2-chi, 3-chi, 4-chi parchalarini ilib, birini qo'ymay o'qib chiqdim. Xatlar asosan tugumas ishqi, muhabbat savdolari singdirilib yozilgan bo'lib, hammasida ochamning ismi bilan heliqi imzosi qo'yilgan Idris degan soltakning ismi yozilgan edi. Xatlarni o'qib etib, yo'g'on bir ish bo'lgandek yayrab ketdim. Ochamning kichkil turib Idris deb ism bir g'etmak bilan ko'z tashlashib yurgani aniq edi. Buni dadam bilsa, hepsini xayrak. Qap. Endi meni yana to'g'og'i dansag'ili, qo'yga halab atgili, uy supursang aqltini og'ili, o'tin yarg'ili, o'choqqa o't qalig'ili, o'rin ko'rpangni silib yiqqili, sesib qo'ypig'ingni yug'ili sepaqay qani. Qarab tur. Bugun yig'ishtirman qo'sini. Shu xiyollarni qildimda, xatlarni ko'tirib, ushqandek dadamning yoniga chiqdim. Dada, qarama o xatlarga. Nima xatgan o? Dadamning qo'lidagi tog'orni yerga qo'yib etib, varaqlarni qo'limdan ilib, o'rib-cho'rib qarab,
esim qurisin, dadamning savodi yo'q edi. Dada, bu salom qaytgan. Ochamning o'xshaydi. Kitob izlab etib ko'rib qoldim. Ha? Akla. Unda emas-da. Kimdan kelgan salom xat bo'ladi uningda? Dadam shundoq degenicha bir menga bir xatlarga qarab ketdi. Va shu ochamning-kan. Ichida ism borkan texiya. Ha, o'qib boqqina ansa. Nim degan xatkan bu? Dadam qog'ozlarni menga tanglab shundoq dedi. Men qo'limga ilib, ichidagi baya o'zim ko'rgan anjiq muhabbat izhori bor bir parchasini ichib o'qishga boshladim. Sevginishlik salom xat. Sevinganda yozgan xat. Sevinmasam yozmaydim, o'qib beqing qanday xat. Bulbuldan un olgan, gullardan husn talashgan. Yuzlari oydek, lavlari g'unchidek, tishlari unchidek, bo'yi chiman, o'zi livan, qadrligim Xaynisa, qanday ahvolingiz? Yaxshi turyapsiz? Mendan ahvol so'rasangiz, ahvolim xarob. Ishqingizda yuragim kavab. Bu dardlarda yo'qkan chora, o'tingizda yurman yig'lab. Maqsadga kelsak, men sizni bek sevib turdim. Siz meni sevindingizmi? Orimiz bek yaqin bo'lsa-mu, erkin ozoda ko'rishamay yurimiz. Buningdan ko'nglim yerim buldu. Men sizni bek yaxshi ko'raman. Xumorliq ko'zlaringizni, chiroyli yuzingizni Bo'ldi qila.